Mana uni bilasizlar, tuya, archa. Tushunlaringiz, xullas, vot. Qaranglar. Buni spirtovoy nastoyka qilsangiz, masalan, bir 100 grammini yarim litr 70% lik spirtga 2 hafta hisob qo'ying. 2 hafta. Yaxshilab nima qilib turasiz. Undan keyin surting shuni. Tushundingizmi? Oyoq qo'l bo'g'inlaringizga surting. Kelishdikmi? Oyoq qo'l bo'g'inlaringizga surtasiz. Revmatizm, oyoq og'riq, bel og'riqlarga maza qilib olasiz. Xo'pding? Tushundingizmi? Undan keyin bronxitlarga bo'lsa-chi, yo'tal-po'tal, har qanday narsalarga, yo'tal-po'tallarga bir osh qoshiq mevasi aytib qo'yay. Bir osh qoshiqni bir 200 grammga damlab qo'ying. Tushundingizmi? 1 soat, 2 soatlarga yoki termosga damlab qo'ying. Damlab qo'ying, xo'pding? Ozroq ezib olsangiz ham mayli. 3 mahal bir osh qoshiqdan ichasiz o'shani keyin. Yo'tal, bronxit, bronxitni ham. Voy qilib ko'ring. Burningizni chaysangiz ham bo'ladi. Ya'niki boyagi damlamaga. Вообще zo'r yordam beradi. Voy qilib ko'ring. Tekin-ku. Vo. Tushundingizmi? Rezultatini ayting keyin kommentariyalarga. Xo'p. Boyagi nastoykani ham, keyin bronxit mana yo'tallarni ham. Kelishdikmi?